O'rtoqlar, xabaringlar bor, shu kunlarda yangi bozor loyihasi ochilish marosimi bo'ldi va shu loyihada Feruza opa bizada xonadon yutib oldilar. Feruza opa, xonadonlar muborak bo'lsin. Qanaqa bir o'z emotsiyangizni obunachilarimizga taqdim etasiz? O'ylamadim, lekin menda chiqishini, lekin birinchi ko'yni qanaqadir tortdi o'sha kaltga. Qani olib ko'rgandim, olsam tushdi. Juda ham xursandman. O'zi hech niyat qilganmidingiz xonadon olishni? Xonadon olishi kecha onamlarga aytib o'tirdim. Onam Turkiyaga davlatga borib ishlab dedi. O'g'limga uy-joy qilaman, bir xonali bo'lsa ham uyli qilaman, vatanli qilaman o'g'limni dedim. Bugun telefon bo'lib qoldi. Mahalla komitetimiz Jahongir aka chaqirdilar. Mana shular tadbir bo'lyapti dedilar. Bir xonali uy o'tirib olishim mumkin dedilar. Men o'ylamadim, lekin men yutib oldim. Gap yo'q. Uylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Siz agar shu xonadonni yutib olganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.